Assalomu alaykum qadrli traderlar. Demak, sizlar bilan Elliot to'lqinlari GAN sistemasi va smart moneylar bo'yicha Forex fonda kriptovalyutalarni tahlil qilishda davom etamiz. Demak, bugun tilla bilan Bitcoin yana ko'ramiz. Demak, tilla bilan boshlaymiz. D1 grafiki. Demak, D1 grafikida bozor по-прежнему o'suvchi bozor. Demak, восходящий trend davom etyapti. Ugunlarimiz hammasi demak восходящий va ahamiyat berishingizni so'rar edim yana bir bor. Mana bu vaqt bo'yicha razворотный zonaliga va ugullarimizda qanaqa demak reaksiya bo'lganligiga. Demak, mana bu yerda ko'ryapsizlar, bozor masalan demak qaytib kelib turib ugulimizga kelib urilyapti. Reaksiya va bu yerdan vaqt bo'yicha razворот zonaga to'g'ri kelib, двойной signal bo'lgan, to есть bozorga va bozor uchib ketgan tepaga. Va nimaga buni GAN sistemasini o'rganish zarar qilmaydi? Chunki boshqa sistemalar ham bu yerda buy bergan bo'lishi mumkin. Xususan masalan SNL sistemasini olgan bo'lsak ham qanaqadir podдержкаdan yorib chiqib kelib retestga demak D1 grafikida buy signali beryapti. Demak, bu birinchidan. Ikkinchidan demak GAN sistemasi ham masalan buy deyapti. Demak, ikkita masalan signal buy etsa undan ham yaxshi. Shunga o'rganganingiz yaxshi. GAN sistemasini bizning o'quv kurslarimizda bor. Adminga murojaat qilishingiz mumkin. Demak, hozirgi holat bo'yicha, demak, bozor tushib kelib turib, mana bu 3110 zonani demak olgani yo'q. No, sam fakt ozgina qoldi. Bu 100 pips yetmadi menimcha. No, самый главный достижение bor. Demak, endi kuzatishda davom etamiz. Agar masalan ertaga yoki keyingi kunlari, keyingi haftada yana bozor orqaga qaytishi mumkin shamchalar bilan va shu zonaga kelib urilib, kakras yana bir tur ugulimizga vaqt bo'yicha razворот 23-chislida ekan. Bu yerdan qanaqadir reaksiya olishi mumkin. Men kuzatishda davom etamiz. 1 soatlik time frame'da esa 1 soatlik time frame'da bozor demak ugulimiz 801 tepasida turibdi. Уже mana bitta уровень proboy bo'lgan. Hozir agar bu ham proboy bo'lsa, retestdan keyin keyingi уровень demak 3268 ga borishi mumkin tilla. Demak, keyingisi Bitcoin D1 grafiki. Demak, Bitcoin bir haftadan beri mana bu уровеньni ola olmayapti. Demak, 104 ming dollarni demak ko'ryapsizlar. Atboy demak kuchli уровень bor va ugulimiz 1.8 xalaqit qilyapti. Demak, kuzatishda davom etamiz. Bitcoin demak mana bu ugulga retestga kelishi mumkin va vaqt bo'yicha razворот zona 17-chislida ekan. Bu yerdan demak qanaqadir reaksiya kutishimiz mumkin. Yoki agar konse konsov bu уровень proboy bo'ladigan bo'lsa, уже tepaga уже 120 mingga chiqib ketishi mumkin Bitcoin kursi narxi. Kuzatishda davom etamiz. Demak, like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling. Qisqacha shu video olishga qaror qildim va sizga kimga bu sistemalar yoqadigan sistemasi Elliot to'lqinlari demak ma'qul bo'tgan bo'lsa, o'quv kurslarimizga keling. Eva Trade jamoasidan sizlarni kutib qolamiz. YouTube shapkachada silkalarni qoldiramiz. Like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'linglar.